Alvasta Qo'nchoq. Attori Sherzod. 7-qism. Biz eng yaxshi o'chilish planlarimizni tuzaylik, dedi. Eng oldi bilan qiladigan ishimiz mening ko'zimni topimiz. Ondan keyin qolgan ishlarni deyishaylik. Ko'zimni tepish uchun oldi bilan Azizning uyiga berishimiz kerak, dedi Malika. Haras, oldingi qatim men xatarga yo'liqqanda dadam opamga mening nadaligimni aytib bergan qo'nchoq sening qo'nchiqingmi? deb so'radi Obida. U qo'nchoq mening emas, lekin u dal mening ko'zimga selingan qo'nchoq. U ko'z selingan qo'nchoqqa mening niyatim singan. Uning ko'nglida yanla oq ko'ngillik bo'lg'achqa, u sizlarga yordam qilgan. Biz tepishimiz zarur bo'lgan qo'nchoq dal shu. U qo'nchoqdan ko'zimni yilishimiz kerak. Undaqda biz tiz bo'laylik, Malika. Biz Azizning uyiga boraylik. Lekin sen Azizning uyining nadaligini bilamsan. Bilaman, lekin u yerga men borsam bo'lmaydi. Oldi bilan sen berib ko'zim selingan qo'nchoqni olib kelishing kerak. Bu ish tamomlangandan keyin ondan mening kuchim asliga keladi. Biz ondan berib o'ch olaymiz, dedi Malika. Sen nima uchun men bilan birga borsang bo'lmaydi? deb so'radi Obida tushunmagan holda. Uning uyida sehr bor. Mendek ojiz arvoh u uyga kirolmaydi. Faqat sen ko'zimni elib kelib, kuchim asliga kelgandila, ondan sen bilan birga bora olayman. Lekin men faqat odatdagi bir qiz tursam, uning uyiga qandaqmi o'zim yolg'iz berib, u ko'zni elib kela olayman. Ularning alvostalari menga zaxmi yetkazishi mumkin. Yana texi, yeliq qo'nchoqlar bor, nurg'un qo'nchoqlar. Unutib qolma, senda Azizning o'lib ketgan qiziga shunchalik o'xshaydigan bir jup chiroyli ko'z bor. U uydagi sehr bundaq ko'zi bor kishilarga kor qilmaydi. Ha, mundaqmi ish bor ekan texi? dedi Obida. Men qanday qilishim kerak? deb so'radi Obida Malikaga qarab. Azizning uyi shaharning sharqi tarafida. Cho'ng ko'lning yanidagi ko'ni bir uy. Sen u uyga borganda hech kim seni ko'rib qolmasin. Saqchilar allaburun u uyga berib hamma narsani tekshirgan, ammo ular Azizning sirlarini bayqamagan, dedi Malika. Men Azizning uyidan ko'zni qanday topaman? U yerda nurg'un qo'nchoqlar bor tursa, so'radi Obida. Sen ko'zni topalaysan. Sen uni izlayotganda u ko'z sening uni izlayotganligingni sezalaydi, dedi Malika. Ammo Obida, bir ish esingda bo'lsin. Azizning uyidagi boshqa narsaga cheqilma. Faqat mening ko'zlarim selingan qo'nchoqni ol. Boshqa narsaga tegma, hech narsaga. Obida beshini langshitdi. Ma'qul, men deganing bo'yicha qilaman. Malikaning ro'yi asta-asta suslashib yo'qab ketdi. Malika g'oyib bo'lgandan keyin Obida ko'ni uydan chiqib uyiga qaytdi. U ota-onasining oldida yetish bo'lmagan qiyofatga kirib oldi. Ammo uning ko'nglida nurg'un savollar bor edi. Atsi Obida ko'cha bo'ylab shaharning sharq tarafiga qarab mangdi. Uning yuragi qattiq so'qiyotdi. Ammo u Malikaga bergan va'dasini unutmadi. Xeyli uzun yo'l mangandan keyin u oxiri cho'ng ko'lni topdi. Obida asta-asta uyiga yaqinlashdi. U eshikning oldiga berib, saqchilarning u uyni pechatlaganligini bayqadi. Obida atrofga qarab, hech kimning yo'qligini jazmlashtirgandan keyin pechatni yirtib, eshikni ochdi. Eshik g'ichildab ochildi. Obida ichiga kirdi. Uyning ichi qorong'u edi. Uning ustiga uyning ichidan sesiq puroq kelyotdi. Bu puroq jasadning puruqiga o'xshab ketadi. Bu puroq Obidaning ko'nglini ilishtiribdi. Lekin Obida uyning ichiga kirmasa bo'lmaydi. Bir necha minut o'tgandan keyin uning ko'zlari qorong'ulikka ko'nishga boshladi. U oldiga qarab mengib, cho'ng bir o'jira uyni ko'rdi. U uyga kirganda uning ko'zi atrofdagi qo'nchoqlarga tushdi. Uy ichida yuzlagan qo'nchoqlar bor bo'lib, ustallarda, karvat ustida, hatto tomg'i esilgan qo'nchoqlar bir-biriga o'xshab ketadi. Ularning hammasi kichik qizlarning qo'nchiqi edi. Ammo ba'zilarining ko'zlari yo'q edi. Ba'zilarining bo'lsa g'alita, chiroyli ko'zlari bor edi.
Abida cho'nqur nafas elib, Malikaning so'zlarini asildi. U faqat Malikaning ko'zlari silingan qo'nchoqni elish kerak edi. Ammo qaysi u qo'nchoq? U asta mengib qo'nchoqlarga yaqinroq yerga keldi. U qo'nchoqlarni tekshirishga boshladi. To'satdan Abida bir ishni sezdi. Uning orqa tarafida qo'nchoqlar xuddi uni ko'zlayotgandek qiladi. Abida orqaga burildi. Lekin hamma qo'nchoqlarning ko'zi yumuq edi. Abida tukurikini ichiga yutdi. U aldirmay davomli qo'nchoqlarni kuzatdi. Qo'nchoqlarning ba'zilarining ko'zi yep bilan tikib etilgan bo'lib, qarmoqqa hammasi bir-birsiga o'xshab ketadi. Malikaning ko'zi silingan qo'nchoqni tepish xuddi dengizdan yengni izdiganga o'xshash ish edi. Dal bu vaqtda to'satdan eshik chekilishga boshladi. Qo'rqib ketgan Abida nima qilarini bilmay qoldi. Bu vaqtda u uyning ichidagi tamning yendiki karvatni ko'rdi. Uning ostida odam patqudak bo'shliq bo'lib, Abida ishkilanmayla uning ostiga kirib oldi. Bu vaqtda eshik ochildi. Lekin eshikdan kimning kirganligini hech kim bilmaydi. Ovozning yiqilishiga agishib, Abidaning yuragi so'qishga boshladi. Eshikdan kirgan odam dal qo'nchoq ba uyga kirgan edi. U odam uydagi qo'nchoqdan bir qo'nchoqni qo'liga oldi. Ham uningga qarab: "Seningcha birasi seni izdigili kelami? Uzoq qolmay, Malikama mening qo'limga aylanadi. Men uni hargiz bosh qo'yib etmayman. Kim uni menga qarshi chiqsin debdi." Abida buni anglab, yuragi og'ziga kaplashib qag'ili tas qoldi. Chunki bu ovoz dal Azizning ovozi edi. Abida qo'qqinidan vaqirab ketgili tas qoldi. Lekin u tezlik bilan qo'lida og'zini etib oldi. Aziz qo'nchoqqa shularni degandan keyin uni o'rniga qo'yib qo'ydi. Lekin Abida bu qo'nchoqning o'rnini ko'rmadi. Aziz biror ishni bayqab qoldimi qandaq karvatning yeniga keldi. Bu vaqtda Abida o'zini aran tutib olgan edi. U karvatning yenida birdam turgandan keyin bu hujra uydan chiqib ketdi. U boshqa uyga mu kirib bir qur qarab etgandan keyin bu ko'ni uydan chiqib ketdi. Uyda jimjitlik qaytadan uzungacha hukm surdi. Abida karvatning ostidan chiqishga petinolmadi. Xeyli uzun vaqt o'tgandan keyin uyning ichida birsining yig'lagan ovozi anglandi. Bu ovoz shuncha tonishdek qiladi. Abida ko'nglida bir narsalarni his qildimi qandaq, oxiri g'ayrat qilib karvatning ostidan chiqdi. Bu vaqtda Abida uyning o'tirsida birsining tam tarafga qarab yig'lab o'tirganligini ko'rdi. Uy shunchalik qorong'u bo'lib, uning kim ekanligini aniq ko'rgili bo'lmaydi. Lekin bu ovozni Abida aniq taniydi. Bu dal Malikaning ovoziga o'xshaydi. Malika, bu senmi? Abida u sayiga qarab, o'lik ovozda shundoq dedi. "Ya." Vaqiradi. Sayi ovozi tuyuqsiz o'zgarib, qo'rqinchli bo'lib ketdi. "Sen anda qaytib ketmaysan." U sayining gavdasi to'satdan titrashga boshladi. Uning badani o'zgarishga boshladi. Uning qo'llari uzrab, tirnoqlari uzun va o'tkir bo'lib ketdi. Uning og'zi kengayib, o'tkir tishlari ko'rindi. Bu Malika emas, deb pichirladi Abida. Bu Aziz baqqan alvasti. Abida bu vaqtda tamtirmay ipkagan qo'ng'iroqni chelishga boshladi. Qo'ng'iroq kuchini ko'rsatdi. Aziz baqqan bu alvasti quloqlarini tutib, orqaga chekindi. To'xta. Alvasti shundoq deb vaqirashga boshladi. Uning ovozi shunchalik echinishlik anglanadi. Abida qo'ng'iroqni chelishni to'xtatmadi. U davomli qo'ng'iroqni butun kuchi bilan chelishga boshladi. Alvasti bara-bara kuchsizlandi.
Uning gavdisi bara-bara kichiklashga başladı. Arqadan u qora tumanға aylanib yo'qolishga başladı. Senle maqsadingga hargiz yetolmaysan. Biz shunchalik kuchlik. Alvasti shundoq degenicha chiyqirab yo'qab ketdi. Abida bularning hammasini bir qiltaqdek his qildi. Qo'nchaqni topolmagan u uydan chiqib yugurdi. U darvozadan chiqib, ko'chaga qarab yurib ketdi. Uning qadamlari tez edi. Yuragi qattiq so'qiyotdi. Abida, qayerga ketyapsan? Abida qattiq cho'chib, orqasiga burildi. Uning oldida, ko'chaning o'ttirsida Aziz turardi. Uning ko'zlari paqirab turardi. Uning kiyimlari yirtilgan, badani zaxmlangan edi. Aziz, deb pichirladi Abida orqaga chekinib. Men o'lmadim. Abida, men qaytib keldim. Men endi sening ko'zlaringni olaman. Abida qo'rqib ketgan holda qo'ng'iroqni chiqarib chaldi. Qo'ng'iroqning ovozi yangrab, atrofni qopladi. Aziz quloqlarini etib olib, qattiq vaqirdi. Uning ovozi odamga emas, balki hayvonga o'xshab ketdi. To'xtat! Vaqirdi u yerga tizilib. Abida fursatdan foydalanib, ko'cha bo'ylab yugurishga boshladi. U orqasiga qaramay, butun kuchi bilan qochdi. Uning faqat bir maqsadi bor edi, ya'ni uyiga qaytish. Abida shahar ko'chalaridan o'tib, o'z mahallasiga yetib keldi. U uyining oldiga keldi. U ilib olgan oshqush bilan uyni ichib kirdi. Uy qorong'u va jimjit edi. Ota-onasi uxlayotgan bo'lsa kerak. Abida asta o'jirsiga kirib, eshikni taqidi. Uning qo'li texicha titrayotdi. Malika, deb pichirladi u qorong'ulikqa qarab. men keldim. Men sening ko'zlaringni topolmadim. Kechirgin Malika. Sen qayerda? So'radi Abida yana. Abida degan bir ovoz asta anglandi. sen qaytib keldingmi? Malika asta Abidaning oldida paydo bo'ldi. Uning ko'langisi aniq ko'rinishga boshladi. Malika, men ko'zimni topolmadim. Hey, Abida shundoq degenicha ko'zlari namdalishga boshladi. Hech qisi yo'q. Abida, bilaman. Aziz texicha hayot. undaqda biz endi qanday qilishimiz kerak? So'radi Abida.